boradi deb hech o'ylamagan ekanman. Farzandlarimizga harom yedirmadik. Oq yuvib, oq taradik. Charos juda ham sodda, beg'ubor qiz edi. U beruxsat ko'chaga ham chiqmas edi. Sizga ishga kirib butunlay o'zgardi. Boshqacha bo'lib qoldi. Keyin bilsam, o'rtanglarda munosabat bor ekan. Men buni eshitganimda bir o'lib bir tirildim. Yaxshiyam dadasi bilmaydilar. Agar ularga yetib borganda Charosni oq qilib yuborgan bo'lardilar. O'shanda bu xatoni to'g'rilagan bo'lardingiz. Bo'lmasam biz sharmanda bo'lamiz. Qo'ni qo'shni, qarindoshlar oldida yer bilan yakson bo'lamiz. Yuzimiz shuvut bo'ladi. Qanday qaraymiz odamlarning yuziga? Agar dadasi bilsalar, ko'tara olmasliklari mumkin. Tushunyapsiz?